Rolex brendiga mana shunaqa muammolar ham ba'zida uchrab turadi. Agar sizga uy sharoitida ustaga olib bormasdan remont qilishni o'rgataman. Agar sizda mana shu simi yo'q, mana shu o'qi turgan bo'lsa bo'ldi. Shu razmerning o'zida buni ula olamiz. Agarda mana shu simi sizga yo'q bo'lsa, o'sha bir razmer kichkina qilib, ya'ni bitta mana shu o'qini sizga kerak bo'ladigan narsa bitta minus atyorka bo'ladi. Mana shu o'qini bu tomoniga qarasangiz yo'q, mana minus joyi, atyorka izi yo'q, bu tomonda bor mana minus. Ana shu yerdan bittasini olsangiz bo'ladi. Misolga bir razmer qisqartirish ko'rsataman birdan. Bir razmerini mana olasiz. Minus eng mayda razmer bilan, atyorka bilan olinadi mana. Qo'l bilan olsa ham bo'ladi yo'q mana. Olyapmiz. Bir razmer qisqartiryapmiz. Ikkovini mana bir tomoni teshigi mayda bo'ladi, bir tomoni teshigi kattaroq bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Ana shu teshigi kattaroq tomonga mana bu o'qni ham bir tomoni rezbalik bo'ladi mana. Bir tomoni rezbalik, bir tomoni mana bunaqa minus atyorkali joyi bo'ladi mana bunaqa. Rezbalik tomonini shu katta teshikka tiqamiz. Katta teshikka tiqamiz. Tiqib bo'lgandan keyin mana shuncha joyi qoladi. Buni endi atyorka bilan buraymiz. Atyorka bilan burasak bo'ldi. Bu joyiga kirdi. Chiqib ketmaydi, uzilmaydi. Agarda sizni harakatingiz ko'p bo'lsa, qo'lga ko'p harakat bo'lsa, bir oy, 2 oyda bir marta mana shunaqa hammasini mana 3 ta 4 ta o'zi mana nimalar bor, rezbalar bor, o'qlar bor. Ana shularni hammasini qattiq qilib chiqish kerak. Qanaqa qilinadi mana? Bosib mana bunaqa burab qo'yasiz. Mana o'zi bular hammasi qattiq turibdi, chunki bu yangi. Agar lekin 1 oy, 2 oy, misol 3 oy taqsangiz, bu sal bo'shashi mumkin. Agar harakatingiz ko'p bo'lsa. Ana shunaqa paytga bo'shab qolgan vaqt bunday ko'rasiz, misol sal chiqib qolgan bo'lsa, mana shunaqa minus atyorka bilan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Endi biladiganlar bo'lsa yaxshi. Buni men bilmaydiganlar uchun ko'rsatib berdim. Agar foydali bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib qo'ying.